Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda bugungi sizlarga efirimizda 7 ot kuchli motobloklar haqida sizlarga video tayyorlaganmiz. Qiziqarli video bo'ladigan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun manfaatli video tayyorlaganmiz. Motobloklar ichida eng xadavoyi bitta xo'jalikka olib qo'yib bemalol o'zingiz ishingizda kultivatsiya qilasizmi, chopiq, arava qo'yasiz, teleshga, xullas hamma narsani bajarish uchun eng xadavoy turlarini sizlarga obzor qilib beramiz. 7 ot kuchlilar bo'ladi. Manzilni qaytarib o'taman. Boshida Toshkentda manzilimiz, bu tomonimiz Abu Sahiydan kelish, O'rikzor bozoriga ketishda avtobuslar kanechkasi bor. Avtobuslar kanechkasining orqa tomonida hovlida mana shunday motobloklarimiz turadi. Do'konimiz ichida boshqa texnikalar ham bor. Har xil texnikalarimiz bor. Xo'p, obzorimizni boshlaymiz. Motobloklar hammasi Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Lekin germanskiy emas. Ko'pchilik bizdan so'rayapti, germanskiy motoblok bormi deb. Akalar, Germaniyadan motoblok kelmaydi. Faqat texnologiya Germaniya bo'ladi, xolos. Shunisiga adashib qolmanglar. Boshqa joylarda germanskiy deb sotilib turgan motobloklar ham 100% Xitoy mahsuloti bo'ladi. Hamma turi Xitoydan keladi. Germanskiy deb so'rashyapti, yana qaytarib o'tamiz. Germanskiy motoblok bo'lmaydi, faqat Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Birinchida turibgan motoblogimiz Kentavr motoblogi. Buni 2-3 xil rangi bor, rangi har xil varianti bor. Rangiga qiziq bo'ladigan bo'lsa, har xil turi bor. Benzin 170 motorlar bilan jihozlangan, komplektida 4 qatordan 8 qatorli frezasi bo'ladi, bezremen, skoroslari temirli bo'ladi, trosli bo'lmaydi. Oldiga 2 ta, bitta orqaga skoroslari bor. Benzin rasxoti soatiga 800 gram 1 litrgacha nagruzkada rasxot qiladi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda 2 million 900 ming so'm qilib beramiz. Komplektda aytib o'tganimdek frezasi bor, baki 3 litrli benzin bakka ega. Buni oldida turgan Skrom brendidan yangicha motoblogimiz kelgan. Bu ham 170 motor quvvati 1 xil. Buni narxi qimmatroq, sababi farqi baklari 5 litrli benzin bakdan qo'yilgan, filtrlari ham 15 talik filtr. Qo'shimcha moy datchiklar bilan jihozlangan. Moy datchigini vazifasini yana qaytaraman, ko'pchilik tushunmaydi. Moy avtomatik ichida kamayib ketsa yo suyulib ketsa, xullas yaroqsiz holatga kelsa, motoblok avtomatik o'chadi, ya'ni motor tugaguncha ishlamaydi, o'zi o'chib qoladi. Shu funksiyasi bor. Buni ham komplektida 4 qatordan 8 qatorli frezasi bor. Narxi 3 million 400 ming so'm. Bu ham 7 ot kuchi bir xil, faqat o'sha aytib o'tganimdek qulayliklarida farqi bor. Shuni hisobiga narxida o'zgarish bo'ladi, lekin hammasini qaytarib o'taman. Karovkasi ham, motori ham bir xil bo'ladi. Ko'p joylarda 600 talik, 300 talik, 400 talik degan narsa yo'q akalar. 7 ot kuchlining karovkasi hammasiniki bir xil bo'ladi. Xohlaganlarga kalitli, akkumulyatorli varianti ham bor. Bu ham 7 ot kuchi bir xil. Mana shu qilgan motoblok qilgan ish qiladi. Bunda farqi akkumulyatori bor, statori bor, kalitga zavod bo'ladi, qo'shimchasiga faralar bilan jihozlangan. Buni narxi 4 million 600 ming so'm. Atak 7 ot kuchi bu ham o'sha 3 million 400 ming, 2 million 900 minglik qiladigan ish qiladi. Faqatgina statorlari bor, akkumulyator. Shuni hisobiga narx qimmatroq chiqadi. Kalitda zavod qilaverasiz. Mabodo kalit bo'lmasa ham tortmada ham zavod bo'ladi. Xohlaganlar endi yosh kattalarga kalitda ishlataman deganlarga qulayligi statorlar bilan jihozlangan. Bu motoblogimizning narxi 4 million 600 ming so'm. Bunda ham komplektida frezalari chiqadi. Salarkaga qiziqadiganlarga salarkali motoblogimiz ham kelgan, ko'rishlari mumkin. Bu avtomat korobka varianti. Bular hammasi mexanika varianti. Mexanika bilan avtomat korobkaning farqi, mexanikani skorga solib qo'ysangiz o'zi yuradi. Avtomat korobkani qo'yib gazini bosib yursangiz yuradi, qo'yib yuborsangiz to'xtaydi. Dizel 173 motor, 7 ot kuchi bo'ladi bu ham. Buni ham komplektida frezalari bor, komplektda qo'shib beriladi. Narxi kimga qiziq bo'lsa, salarkali motoblogimizning narxini 4 million
500 ming so'mdan qilib beramiz. 5 milliongacha sotilgan Max salarkali motobloklar hozirgi kundagi narxi 4 million 500 ming so'm. Yana qaytarib o'taman, narxlarni eslaringizdan chiqarmaslik uchun bu skidka narxlari. Kentaur motoblogimiz 3 xil rangi bor. 2 million 900 ming so'mdan, Skrom brendidagi motoblogimizni 3 million 400 ming so'm qilib beramiz. Kalitli variantimizni Kentaurda 4 million 600 ming so'm, salarkali variantini 4 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. Motori 7 ot kuchi, korobkasida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Yana qaytarib o'taman. Internetlardagi yolg'on ma'lumotlarga ishonmanglar. Hammasini korobkasi bir xil korobka. 400-500 degan narsa bo'lmaydi bunda. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Dastavkalarni qaytarib o'tamiz. Toshkent shahar ichida kimda-kim xarid qilsa tekin. Agar viloyatdan olmoqchi bo'lgan klientlarimizga 150 ming 200 ming so'm atrofida qo'shiladi. Shahar bo'lsa shahar, rayon bo'lsa rayon sentriga, upakovka holatda olmoqchi bo'lganlarga 200 ming so'm, 150 ming so'm atrofida rayon shahar sentriga yetib boradi. To'lovlarimiz faqat naqd bo'lib to'lash kredit variantlari bizda mavjud emas. Kimga mana shunaqangi sifatli motobloklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Boshqa turlari ham bor, kattalarimizni keyingi videolarda obzor qilamiz. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar.